Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Bizni dastlabki suhbatdoshimiz Sirkardio servis xodimi, 9 yildan oshiq tajribaga ega g'ijoma bo'yicha mutaxassis Mo'minova Ozodaxon opamiz bugungi suhbatdoshimiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Bizni tinglayotgan tinglovchilar. Ozoda opa, bizda birinchi savolga bevosita yuzlangan bo'lardim. G'ijoma o'zi nima? G'ijoma azaldan qolgan, bizga payg'ambarimizdan qolgan sunnat amal hisoblanadi. Ya'ni bu g'ijomani vakuumli bankalar yordamida oladigan muolaja deb hisoblashadi. Biz ham mana shunday vakuumli bankalar orqali odamlarni, insonlarni harom qonlarini olamiz. Zaharli qonlar. Zaharli qonlar, ya'ni organizmga zaharli toksinlarni chiqaradigan, zaharli omillarni keltirib chiqaradigan sarqit qonlar hisoblanadi. Shularni olamizda. G'ijomani o'zi foydalari bormi? Qanday foydalari bor? Kimlarga foydalari bor? G'ijomani foydalari juda ko'p. G'ijoma jamiki mana shu insonlarda qanday kasalliklar bo'lsa, hamma kasalliklarga qilib o'tiladi. Ya'ni masalan, glaukoma ko'z kasalligida, gaymaritda, erkaklarimizda prostata shamollashida, ya'ni bepushtlikda, qon bosim, arterial qon bosimlarini ko'tarilganda, yurak xastaliklarida, oshqozon-ichak yo'llarini kasalliklarida, ich qotishda, qabziyat, ya'ni va boshqa shunday kasalliklarni barchasida qilinadi. Bu qilinish davrida organizmdagi barcha yomon qonlar, xilqat qonlar chiqib ketganligi sababli odamlar, insonlar bundan yaxshi manfaat topadi va sog'liqlarini tiklashga ancha yordam beradi. Xalqimizda albatta shunday gaplar bor, og'zaki gaplar, foydasi bor narsani albatta qaysidir tomondan zarari ham bor degan gaplar bejiz emas. Nima deysiz, g'ijomani zararli tomonichi bormi? G'ijomani zararli tomoni bo'lishi mumkin. Qachonki zararli tomoni, bunda g'ijomachi g'ijoma qilayotganda g'ijoma amalini noto'g'ri qo'llasa, ya'ni tilimlarini noto'g'ri tilsa va o'zini qanchadir soniya turadigan paytini mana shu vakuum bankalarni kamroq yoki ko'proq turg'izsa, ana o'shanda organizmdagi mana qon bilan birgalikda suyuqligimiz, ya'ni nima deydi, limfa suyuqliklarimiz ko'proq chiqib ketishini sababida bu g'ijoma insonlarga manfaatli bo'lmaydi. Ya'ni noto'g'ri ishlaydi organizmda, mana shu nimamizda g'ijomani foydasi noto'g'ri ketadi. Birinchi yomon zararli nimasi tilimlarida. Juda katta til yorishadi ayrimlar. Bu tilimlar birinchidan insonga nojo'ya ta'sir ko'rsatadi. Bir xillarda terisida yaxshi bitmaslik bo'ladi. Ana shu bitish nimalarini kechiktiradi. Kimda har xil, masalan, sahr kasalliklarimizda, bu kasalliklarimizni ham qo'llaymiz. 15 gacha bo'lgan sahr kasalligimizni, ko'rsatkichi 15 bo'lgan sahr kasalliklarimizga bemalol g'ijoma amalini qo'llaymiz. Lekin ularni kelishidan oldin biz ular bilan suhbatlashamiz. Teringizda yara qanday bitadi, bitish holati qanday? Ana shu bitish holatiga qarab zararli tomonlari ko'payishi mumkin. Lekin payg'ambarimizdan qolgan sunnat amal g'ijoma o'limdan boshqa barcha dardga davo deyilgan. Shuning uchun ko'rsatmalarga amal qilsa, ya'ni gijomachi g'ijomani qilib bo'lgandan keyin ularga ko'rsatma beradi. Qanday taomlar bilan taomlanish, o'zini dietasi bor, 1 kunlik, 1,5 kunlik, 2 kunlik dietalari bor. Shu dietalarga amal qilish kerak. Birinchidan, ikkinchidan o'sha qanday ko'rsatma bergan bo'lsa, shu ko'rsatmalarni rioya qilsa, ana o'shanda insonlar g'ijomani foydasini yaxshiroq biladi. Demak, tushunishim bo'yicha kerakli tajribaga ega bo'lmagan va mutaxassis bo'lmagan g'ijomani qilish mumkin emas. Ana shundagina zararlari bor. Mumkin emas. Rahmat. Demak, keyingi savolimizga yuzlangan bo'lardim. Mutaxassis sifatida g'ijomani qanday kasallarga chalingan bemorlarga qo'llashni tavsiya qilasiz?
Ya'ni aynan sizni yoningizga qanday kasallikka chalingan bemorlar kelishi imkon etiga? Hijomani barcha kasallarga qilish mumkin. Haligida aytib o'tganday, o'limdan boshqa barcha dardga davo deganday, hijomani bosh miyada qon aylanishi buzilganda, masalan bosh kasalliklarimizda quloqda yaxshi tovush eshitilmaganda o'zini nuqtalari bor, u orqali, ya'ni yelka qismimizda osteoxondroz deymiz, hozir juda ham ommalashib ketdi bu kasallik, barcha odamlarda bor, 100% desa ham bo'ladi. Shularda ko'proq qo'llaniladi, bel og'riqlarida, grijjalarda. Bu hijoma, ya'ni oyoq og'riq, hamma kasalliklarda organizmda nimaki dard bo'lsa, hammasiga qo'yish mumkin. Bu mumkin emas degan holati yo'q bunda hijomada. Foydalari juda ko'p. Qon chiqarib tashlangandan keyin har bir inson yaxshi foydasini oladi hijomadan. Zarari yo'q. Men shuncha yil ishlaganimdan beri mana shu hijoma nimasini, amaliyotini bajarganimda hali biron bir insonlar kelib zarar ko'rdim degani yo'q. O'zimga ham yo boshqa orqamdan hamda masalan. Hijomani foydasi ko'p deb bilaman. Yilda masalan insonlar profilaktika uchun 6 oyda bir marta, ya'ni yilda 2 marta kasal bo'lgan bemorlarimizga tavsiya qilaman. Kasalliklariga shifo topib davolangandan keyin bir marta hijoma oldirib turishsa, kasal insonlar kasalligi yaxshi bo'lguncha deyilgan. To'g'ri, hozir hamma bu narsaga amal qilmaydi. Lekin yilda 2 marta, 3 marta qildirib tursa, yomon bo'lmaydi hijomani. Rahmat. Hurmatli aziz tinglovchilar, xo'sh, sizda hijoma bo'yicha qanday savollar bor? Izohlarda yozib qoldiring. Ayni daqiqalarimizda bizning suhbatdoshimiz 9 yildan oshiq tajribaga ega bo'lgan hijoma bo'yicha mutaxassis Mo'minova Ozodaxon opamiz bo'ldilar. Rahmat, salomat bo'ling. Sog' bo'ling.